Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 10-aprel 2025-yil yana bir labo'yimizga buni kashf qilib bo'ldik. Labo'yimiz egalari YouTube'dagi kanalimizdan ko'ra Farg'ona viloyati Rishton tumanidan ketdi. Bu labo'ga nima qilish kerak bo'lsa, hammasi qilingan. Xudo xolasa chotki variantlarda mana sondiqlarni mana ochilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Ichiga arqon kulishdan karatlar bemalol siquradi. Akkumulyator to'saydigan hamdaqa akkumulyatorga loy chachimaydi. Endi hamdaqa narsa qo'yib qo'yganmiz, ko'rib turibsizlar. Endi yopaveramiz. Ichlari polni shu izolyatsiyalar qilingan, bortlarichi mana penaplex-lari bor, обязательно konteyner pollari bor. Tormozda kelgan lesa-pesa yuklari shu narsa tegadi, ushlab qoladi. Mana bu kuzovga zarba o'tkazmasligi uchun. Ichlarida penaplex-larning vazifasi tunikani tirab turadi, issiq sovuqni mana bu shopirda orqa tomoniga o'tkazmaydi. Poliga rezinka tashlab qo'yganmiz, mana ko'rib turibsizlar. Bonusiga tepasiga unaqa narsa qo'yilgan tunika, mana birizgavisiga ham tunika qo'yilgan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida 1,5 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. Kamchiliklarni ham yozib qo'yaverasizlar. Imkon qadar to'g'rilab ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.